Assalomu alaykum qadrli obunachilar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar. Bugun xudo xolasa elektrический benzinli 2 oyoq, 3 oyoqlar haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sababi ustamiz, akamizni o'zi shu yerdalar, narxlarni bir qator tushuntirib beradi. 100 km, 60 km akkumulyatori qanaqa bo'ladi, kabina, bez kabinalar haqida xudo xolasa tushuntirishga to'liqroq harakat qilamiz do'stlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz do'stlar, obuna tugmasini bosib qo'ying. Bizni videomiz yoqsa, like bosib qo'yishlaringizni so'raymiz do'stlar. Xudo xolasa obzorimiz Samarqanddagi do'konimizdan bo'lyapti do'stlar. Samarqanddagi do'konimizdan qisqacha obzorni qilib beramiz. Xo'p, oldindan uzr so'raymiz, kamchiliklarimiz bo'lsa do'stlar. Biz xudo xolasa boshladik. Temurbek aka, bir qator bizga assalomu alaykum tushuntirib berishga harakat qilasiz aka. Xudo xolasa bizni ko'rib turgan klientlarimiz, obunachilarimiz sizdan imkon darajasida to'liqroq ma'lumot olsa, shunga qarab o'zlarining texnikalarini tanlab oladi aka. Qaysi tarafidan boshlaymiz? Bir boshdan boshlaymiz akajon. Bo'ldi. Xudo xolasa men savol beraman, siz javob berib ketaverasiz. Xo'p. Elektrический mototsiklimizni mashina kabina rolli mana bir qator boshladik do'stlar. Temur aka, qancha yuk ko'taradi, qanaqa akkumulyator qo'yilgan, bir qator tushuntirib o'tasiz aka? Bu yangi chiqqan mototsiklarimizga 72 voltli litrli akkumulyator qo'yilgan. Zapaska baloni bor. 1 tonna yuk ko'taradi. Batareyasiga 1 yil garantiya beramiz. Qani eshiklarni ochib, ichki salonlarni ko'rsatib berasiz Temur aka? Ichki salonlari. Qulayliklarni tushuntirib bering, bemalol ichkari. Bunda yangicha, ya'ni avvalgi qismlarda pastda skorost bo'lgan bo'lsa, kengaytirish qismi qilib, yuqorida skorost qo'yilgan. Keng salon qismi kengaytirilgan. Tushunarli. Mana skorostlar oldi, orqa, kichkinagina skorostlar qo'yilgan ekan. Monitorlar tablosi katta ekan. Bu tezligi nechiga chiqadi Temur aka? Tezligi 60 km/soatga yetadi. Bir to'liq zaryadka bilan 70 km yuradi. Demak, bir zaryadi bilan 70 km yo'l bosib beradi. Tonnasiga 1 tonna yuk oladi-ya? 1 tonna yuk oladi. Letniy akkumulyator bir ko'rsatib o'tsak bo'ladimi? Bo'ladi. Letniy akkumulyatorni ham. Mana aka, litli 72 voltli litli akkumulyator. Oho, baquvvat ekan. Litniy akkumulyator qo'yilgan. Miya motori qancha Temur aka bo'ladi? 1800 miya, 1800 lik motor. 1800 miya, 1800 motor bosilgan do'stlar. Xo'p, litniy akkumulyator qo'yilgan. Xo'p, zakazlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, yana nima? Yangiliklar qismi asosiy shopir tarafda naryoqda avval повышение qismi tarafda bo'lardi, o'rtada. Rushnoy ham, повышение ham nargi qismga o'tkazilgan. Tushunarli. Ha, mana rushnoy пониженный повышениyalar o'sha shopir tomonga o'tgan ekan, a? Bu yangilik variant. Xo'p, narx haqida ham bitta ma'lumot berib yuboring aka. Narx pulga. Narxi 1 yil batareyasi bilan garantiya bilan $1850. $1850 1 yilga garantiyasi bilan aka. Tushunarli. Xo'p, keyingi navbatdagiga o'tamiz. Bularni obzorni qilib berdik. Bular ham xuddi bir xilmi aka? Bir xil. Tushunarli. Bular ham bir xil ekan. Bu yangi chiqqan Jinglang modelimiz. Jinglang model. Bu ko'rinishi boyagiday chiroylashtirilgan, rul qismi yumshattirilgan. Ya'ni bu yerda yana dabavka moy qo'shiladi. Moy bilan. Tushunarli. Lekin haqiqatan rollari yumshoqqan ekan. Buni yaxshi taraflari, balonlari ham yumshattirilgan. Ya'ni qo'shimcha salni qo'yilgan balonlarga, achiniklariga. Tushunarli. Yangicha model, yangicha o'zgarishlar kiritgan ekan akamizlar, xudo xolasa. Akkumulyatori kam bo'lsa ham ko'proq yuradi. Xo'p, hozir tarafdachi. Endi yuk ko'tarishi, miya motor, akkumulyatorlar haqida ma'lumot berib yorasiz. 1,5 minglik miya, 1,5 minglik motor, 5 ta akkumulyator, 58 lik qo'yilgan, lekin 6 ta 58 lik o'rinni bosadi. Chunki bu balonlar yumshattirilgan, tezligi 70 km masofani bosadi. Tushunarli. Mana zaryadchik joylari, qo'shimcha joylari. Yana bunda qo'shimcha
akkumulyatorni misol uchun ishlatmay qo'ysangiz uxlab qoladi-ku. Aha. Shuni kattaroq valv bilan zaryadga qo'yish uchun yana qo'shimcha zaryadchik qo'ylash atrofda. Ha, bo'ldi, tushunarli. Demak, zashniklari temirli, zashniklar. Balonlar nechiga nechi bo'ladi? 12 ga 350 lik balon. Oldingi balon 12 ga 350 lik, orqa balon 12 ga 400 lik balon. Ha, demak ikki xil bo'lar ekan. Demak, yuk ko'tarishi 1 tonna. 1 tonna yuk ko'taradi. Naqd pulga qancha bo'ladi aka bunisi? Naqd pulga 18,5 million bo'ladi. So'mda 18,5 million so'mga xudo xolasa dastavkasi ichida qilib yetkazib beramiz aka. Tushunarli. Keyingisiga o'tsak. Bu arzonroq modellarimizdan. Arzonrog'i. Ha, arzonroq modellarimizdan hamma joyi bir xil. Balonlari 12 ga 400 lik balon, bir Ha, xil. 400 lik pashti bir xil. Ha. 6 ta 45 lik akkumulyator qo'yilgan. 6 ta akkumulyator bilan jihozlangan. Demak, miya motori Miya motori 1,5 minglik. 1,5 mingtalik pashti bir xil. Bir xil. Xo'p, demak narxi qanaqa aka bunisini? Narxi $1100. $1100 ga xudo xolasa dastavka qilib beramiz. Demak 1 tonnalik bunisi. 1 tonnalik, ha. Buni hozir obzorni qilib berdik, menimcha. Yo'q, bu modeli samosval varianti. Ha, bu samosval varianti aka. Bu mana samosval variantini so'raganlar uchun. Bu 500 kilolik samosval, ya'ni bir xil joylarda kichkina kerak bo'ladi. Ha. Bo'ldi, tushunarli. 500 kilolik mana samosval variantdagisidan. Xo'p, miya motorlari qanday bo'ladi aka bularda? Buni miya motori 1,5 minglik miya, 1,5 minglik motor, bu ham. Silindr 1 tonnalik silindr qo'yilgan, ya'ni katta silindr qo'yilgan. Ha, tushunarli. Demak, baquvvat 1 tonnalik mototsikllar silindri qo'yilgan, lekin mototsiklimizni o'zi 560 kilolik, to'g'rimi? Shunday. Tushunarli. Akkumulyatorlari 5 ta. 5 ta bo'ladi. 5 ta, agar qo'shimcha qo'shish kerak bo'lsa 6 ta ham qo'shib bera olamiz. Qo'shib bersa bo'ladi. Demak, 48 vatli akkumulyator qo'yilgan, 1500 miya motor, yuk ko'tarishi 500-600 kilo deyapti. Inshollari bor, alohida. Alohida inshollari bor ekan. Ya'ni bir xillarga kerak bo'lmay qolsa, bu yerda akkumulyatorni uzib qo'yasiz, akkumulyatorga ziyoni yo'q. Ha, bo'ldi, tushunarli. Silindr ishlatmasa, uzib qo'ysa akkumulyatorga kuch olmaydi demak. Akkumulyatorga ziyoni yo'q uni. Xo'p, buni narxini qancha qilib beramiz aka? Buni narxi $1450. $1450 xudo xolasa samosval variantdagisini qilib beramiz. Juda ixcham ekan lekin samosval. Ha. Buni listlari qalin keyin. Samosval biri 3 lik listdan. Tushunarli. Kuzovi nechiga nechi aka? Biri 10 ga, biri 50. Tushunarli. Listlari mana listlari qalin qilingan. Ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi variantimiz buni bu maxluq variantimiz. Maxluq? Ha, 2 tonna yuk ko'taradi. 2 tonnalik maxluq variantdan elektriskiy mototsikl do'stlar. Mana maxluq variantdan. Xo'p. Buni yordam ko'rasiz. Demak, maxluq deganga qaraganda nimasidir 190 lik 5 ta akkumulyator qo'yilgan. Xo'p, 190 lik 5 ta akkumulyator qo'yilgan bo'lsa, juda ham katta ekan akkumulyatori. Miya motori qanaqa? 2000 lik. 2000 miya motor, 190 lik akkumulyator bosilgan ekan. Xo'p, ahamiyat beramiz. 190 lik haqiqatdan. Xo'p, presorlari, motorlarni ham ko'rsatsangiz kattaligini. Haqiqatdan kattaligi ko'rinyapti. Xo'sh, mana bu tarafidan olamiz. Mana do'stlar, haqiqatdan motori katta ekan, miya motori. Buni yaxshi tarafi kislotli akkumulyator. Demak, suv quyiladigan akkumulyator. Kislot, ha. Ha, bo'ldi, tushunarli. Almashtirib suv quysa bo'ladi. Ha, buni umri uzoq akkumulyatorlardan-da bu. Umri uzoq, original yaxshi akkumulyatorlardan. Demak, tonnasi 2 tonna bo'ldi. Ha. Bir zaryadka bilan necha kilometr yo'l bosib beradi? Yuksiz zaryadkasi 200 kilometr, yuk bilan 100 kilometr. Chunki bu motori moslashgan shunga. Ha, bo'ldi, tushunarli. Yana bunda neytral funksiyasi ham bor. 100 kilometr garantiya deyapti o'sha tonna yuk bilan. 2 tonna dedingizmi aka? 2 tonna yuk bilan. Xo'p. 1 tonna yuk bo'lmaydigan holatlarda 200 kilometrgacha yurib berar ekan. Demak, sredniy 100 dan oshadi. Bu yangilik mana. Demak, 100 dan oshadi xudo xolasa. Keyingi yarim kabinamiz aka, narxini aytib o'tamiz. Pol kabinamiz narxi $1400. Aha. 6 ta 62 6 akkumulyatordan qo'yilgan. Tushunarli.
Buni narxini aytdikmi yo'qmi? Men yo'q, chalkashdim. aytganimiz yo'q hali. Shuni narxini aytib yuboring aka, juda qiziq. Buni ham bo'ldi. narxi 1400 dollar. Ha, buni ham narxi 1400, demak, kabinani ham narxi 1400 dollar bo'lyapti. Tushunarli. Yana qanaqa yangiliklarimiz Bu bor? 8 kilolik variantimiz. 800 kilolik. Aha. Bunda 5 ta 62 lik batareya qo'yilgan. 5 ta 62 lik miya motor, 1200 lik. 1200 talik miya motor. Tushunarli. Xo'p, bu tarafda qolib ketgan yangiliklarimiz bo'lsa bir qator aytaylik. Bo'lmasa, Bu tarafda ham bor, Omad. Bu tarafdagisimi? Ha, Omad modelimiz. Ha, Omad modeli mana. Yangiliklar do'stlar, faqat yangilik uchun yuraman, xudo xolasa. Bu Omad modelimiz yangi chiqqan modellardan. Dugalari qayrilgan, ya'ni svarka bo'lmagan, o'zi chiqarilgan. Old qismi dabavka qilib duga qo'yilgan. Tushunarli mana. Dugalari o'zini qayirgan ekan. Xo'p, Omad modelimizni tonnasi, miya motori 1 tonna 200 tonnasi, 1800 miya, 1800 motor, 6 ta 58 lik akkumulyator qo'yilgan. Tushunarli. Keyin bunda yaxshi tarafi Damas'da 12 ga 500 lik balon diskasi bilan tushadi. Diskasi bilan tushadi demak. Ha. Buni narxi qancha bo'ladi Omadning narxi aka? 1200 dollar. 1200 dollarga mana shu yangi chiqqan variantda Omad modelidan xudo xolasa do'stlar qilib beramiz ekan. Xo'p, bu tarafida yoshi katta akalarimizga yo otalarimizga so'ragan mana bu mototsikldan bir qator qisqacha narxini aytib o'tamiz. Bunda birinchi turgan variantimiz 780 dollarlik variant. 780 300 dollar. kilo ko'taradi. Demak, 3 kishi olar ekan. Orqaga 2 ta, oldiga 1 ta. Orqa qismi bagaj bo'ladi. Ha. To'liq amortizator bilan jihozlangan. Bo'sar qismi yo'q. Tushunarli. Balon qismlari. Ko'rimizda. Ha, bu yoqqa yuk olar ekan, orqasi. Kalit bilan ochiladi. Bo'ldi, tushunarli. Bunisi 830 dollar. 830 dollar ekan. Buni farqi bitta bu kattaroq qismi. Ha, bunisi demak kattaroq ekan do'stlar. Ha, qolganlari ham shunaqa variantdagisida-da. Ha, ustyopi variantlari bor. Ha. Xo'p, do'stlar, xudo xolasa kreditga, naqdga, prichsleniyaga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Dastavkalarimiz xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Kelishgan holatda albatta aytilgan narxdan 100% tushib beriladi. Aytilgan narx emas, undan tushib beriladi, как положено. Ekran ostidagi nomerlarimizga aloqaga chiqib bemalol kelishishlaringiz mumkin. Kreditlarimiz ochilgan. Mahallada hokim yordamchisidan tavsiyanoma ajrattirib, xo'p, yagona darchadan ключ, parol olib bizni telegramimizga tashlab bersalaringiz do'stlar, xudo xolasa dastavka qilib yetkazib beramiz. Samarqanddagi do'konimizdan olindi do'stlar. Jizzax Xunji motosalon do'stlar.